Umidjon haqiqiy master suqofishda bo'lding. Inshaalloh. Sababi assortimenti yog'dirding. Inshaalloh Ramazon yaqin xurmolarni juda ham go'zal, ajoyiblarni olib kelding. Allohga behisob shukr qilamiz. Bularni shukrni ado qila olmaymiz. Sababi hozir shunchalar yeydigan narsa ko'payib ketdiki, Alloh mana bu narsalar bilan bizlarni yog'dirib yubordi berib. Xudo xolisa. Barakani shundoq berdi, Xudoyim to'g'ri yeydigan narsalar juda ham ko'payib ketdi. Ba'zida oshqozon isbot qilmayapti. Faqat bitta iltimos borki, eng zo'r faqat sifatli mahsulotlarni olib kelib sotdi. Sababi tabiiylik doim birinchi navbatda bularni kuchi iymonga sarflash nasib Albatta. qilsin. Bizlar spets magazin qildik, mana xurmolarni, mana oldinlari bitta xurmo armon bo'lardi, shu kimdir hajga, umraga, ziyoratga borganda olib kelsa, to'rtta ehson qilinardi. Mana hozir qadamimizda mana shunaqa tabiiylik bilan boyitilgan haqiqiy darmon dorilar. Mana o'zimizning turshalar deysizmi? Aka, yong'oqni bitta ko'rsataymi sizga? Ko'rsat. Yong'oqni hammadan ajrab turadigan tarafi bizlar vodiyda suvga ivitmasdan chaqamiz. Shu uchun eng suvi ta'mi chiqib ketib qolmagan mana. Olasiz bir dona, bismillah. Bir dona xurmo bilan ikki palla yong'oq sizni saharligingizda kechgacha quvvat beradi, iftorlikgacha bo'lganda ibodatlaringizga Xudo xolisa. Ajva xurmo, sukarilar eng zo'rlarini olib kelib tashladik. O'riklarni, adborning ajoyiblari bir dona ichida qurti yo'qlaridan hammasini olib kelib taxladik. Baraka top. Kelganda Ramazonga mana inshaalloh zo'rlarini ber. Bir dona qurt chiqmaydi. Biz shu tomondan maqtanamiz. Bir dona achigan yoki aynagan chiqmaydi. Eng zo'r xurmo sukari. 10 taysiz ham ko'ngizga tegmaydi. Kalsiyga boy. Xudo xolisa ibodatda bardavom bo'lish, taroveh namozlarida oldi qatorlarda bo'lish nasib qilsin. Ramazon muqaddas oylari g'animat yaqin qoldi. Master Sohafurutga tashrif buyuringlar. Mana bu yog'imiz tabobat. Hammasi tabiiy, mana qon suyultiruvchi deysizmi, sahr deysizmi, kam quvvatlik deysizmi, immunitet past deysizmi, hattoki bolajonlarning gijasiga deysizmi. Mana bunaqa ziyoratga yaqin qarindoshlaringiz borgan siylay rahimga zo'r haqiqiy quvvat beradi. Mana ro'zani kunida ko'pchilikda gipertoniya boshlanadi. Qon suyultirmoqchimiz, ekadavlinadan oling. Muhimi sizni qonlaringiz suyulib tursa, kasal bo'lmaysiz inshaalloh. Mana shunaqa tabiiy narsalar bilan Ramazon oyiga qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Qatortol Optiviga kelasiz, 9-10 do'konni topasiz. 5 daqiqa vaqtingizni ajratmasdan xarid qiling. Mana bunaqa chaqchuqlarimiz ham bor. Choylarimiz обязательно tansiq ichimliklarning o'rniga. Qon bosimi balandmi, uxlamaysizmi? Mana shu haqiqiy bismillah. Giyohlar. Mana shunaqa chaqchuqlarimizdan kelinglar. Qurtlamagan, halollikda barakat. Bozordan eng saralarini sizni dasturxoningizga ilinamiz. Mana bunaqa pistalar hammasi yumug'i yo'q, Xudo xolasa. Qarsildoqligi sizga kerak bo'lsa, tomda qo'shningiz nimadir yuribdi devoradi qarsillashiga inshaalloh. Mana shunaqa tabiiy, mana chorna sliv deysizmi, mana ro'zada ko'pchilikda qabziyat bezovta qiladi. To'rdona chorna sliv yeb olinglar, eng zo'r kuninglar. Bizani do'kon bilan boshlanglar, dasturxoningizda Xudo xolasa 30 kun nafl ro'zalari bilan Xudo xolasa 50 kun ro'zada bo'lasiz. Yong'oqni po'chog'ini qarang. Buni chaqilishini qarang. Ertalabda erinmasdan ota-onangizga qo'lingiz bilan tozalab bersangiz, haqiqiy mehr mana shunda bilinadi Xudo xolasa. Uyqungizdan kechib saharlikka. Mana shunaqa qovoq urug'larimizda mana bolajonlarga tabiiy Kaliforniya, mana Rossiya qovog'i maqtanaman, hech qayerda yo'q. Maxsus Master Sohafurut klientlari uchun olib keltirganmiz Javohir aka, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Baraka top. Bundan zo'rlariga loyiq. Bu faqat bizning podpисчиклар uchun, samina bizni qidirib keladigan. Bu narsalar faqat Master Sohafurut magazindan topasiz. Kelganda nomerdan qator to'ldi, bemalol maqtanib berasan. Sababi narx-navo bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham bemalol maqtanib. Yana bitta narsaga, magizga to'xtalaylik, birodarlar, magiz yeylar. 10 dona har saharlikda kam qon bo'lmaysiz. Xudo xolasa ro'zaga shu darajada tayyorgarlik ko'rib, ro'zadan chiqqaningizdan keyin 1 yil Xudo xolasa mana shu ibodatning nuri bilan yuzingiz nurlansin inshaalloh. Baraka top. Keling, sublimatsiya deysizmi, quritilgan narsalar deysizmi, hammasi assortimenti yog'dirib oldik. Bizlar sifat bo'yicha ham maqtanamiz, narx-navo bo'yicha ham maqtanamiz. Bemalol kelib olib yeying. Qaymoq yegandek bo'lasiz bodom bilan.